Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Mana biz navbatdagi obyektimizni topshirdik. Bu Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida Meraki degan joy bor ekan. O'sha joyda bu yerda 10 kilovatlik obyekt bo'ldi. Bir fazali panellarimiz joylashuvi. Bu panellarimiz 700 vatli panellar. Bu yerga 16 ta qo'yilgan. Quyosh chiqqanda botguncha tegadigan joyga qo'yilgan. Effekti juda baland bo'ladi. Mana graduslari ham o'z joyida. Bu panelimiz ikki tomonlama panel, N-type. Invertorda ham ishlab turgan holatini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu konstruksiyamizga 4 ga 4 lik profil ishlatganmiz. Profillarimiz bo'yoq qilingan. O'zini bo'yog'i bor. Temir o'zini bo'yog'idan qilingan. Zanglamaslik uchun. Hozir invertor ishlayotganini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'pchilik ishonmayotgan ekan, 10 kilovat tok chiqarmaydi degan kommentariyalar ham bo'lgan ekan. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Bizning ishlarimiz agar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Albatta sifatli va hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Yana bir narsa do'stlar, ko'pchilik bizning kanalimizni kuzatib boryapti, lekin hech obuna bo'lmaganlar ham bor ekan. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishlaringizni kutib qolamiz. Mana invertorimiz ishlab turgan jarayoni. Xo'p. Invertorimiz 10 kilovatlik. Bir fazali bu. Mana hozir 9 kilovat tok beryapti. 10 kilovatga ham chiqib qoladi. Hozir qo'shilganiga ko'p bo'lmadi. 10 kilovat tok ishlab berdi shu. Mana har bitta gruppamizda 5 kilovatdan tok kelyapti. Bittasida 5 kilovat, bittasida to'g'ri mana 5 kilovatga o'zgardi. Biz normal holatda ishlab turibdi. Ko'pchilik 10 kilovat tok bermaydi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. 500 wattga 10 kilovat tok berib turibdi. Invertorimiz DEA bir fazali. DEA invertorlar o'zi ishlab chiqarish zo'r tokda. Aytilgan tokni beradi. Bu yoqda voy avtomatlari. Предохранитель, uzib, avtomat, asi avtomatlar bu zazemleniya qilingan. Effektivniy ish xohlasangiz bizga murojaat qiling. Albatta aytilgan kilovatni chiqarib beradi bizda panel va invertorlarimiz.